O'zbekiston armiyasida amalga oshirilgan tantanali tadbir o'tkazildi. Задействованы практически все полигоны военных округов. Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism va Bugungi kunda mamlakatimiz tinchlik, osoyishtalik yo'lida. Assalomu alaykum. Mudofaa.uz sayti orqali hafta davomida uzatilgan eng muhim xabarlarning qisqacha tafsiloti bilan tanishing. Bugun dasturimizda o'tayotgan haftada O'zbekistonda 5 ta davlat ishtirokida yirik harbiy o'quv mashg'ulotiga start berildi. Harbiy okrugda shonli sana munosabati bilan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Karting bo'yicha O'zbekiston ochiq chempionati o'tkazildi. Mudofaa vazirligi markaziy apparatida navbatdagi sayyor qabul bo'lib o'tdi. Ilg'or desant guruhi musobaqasining yakuniy bosqichi g'oliblari aniqlandi. Muborak va Nishon tumanida Jasorat maktabi o'quv yig'iniga start berildi. Qashqadaryoda dzyudo bo'yicha Mudofaa vaziri kubogi uchun o'tkazilgan bahslar qizg'in tus oldi. Yaqin daqiqalar ichida shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan Mudofaa dayjestida tanishishingiz mumkin. Markaziy harbiy okrug Kattaqo'rg'on poligonida O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iz Respublikasi va Ozarbayjon mudofaa vazirliklarining bo'linmalari ishtirokida yirik harbiy o'quv mashg'ulotiga start berildi. Xususan, Birlik 2025 mintaqaviy birgalikdagi o'quvida ishtirokchilar hozirgi zamon jangovar tajribasidan kelib chiqqan holda jang olib borishning eng samarali uslub va usullarini qo'llash, uzoq masofalardagi nishonlarni ishonchli yo'q qila oladigan artilleriya, uchuvchisiz uchish apparatlari, zirhli texnika va boshqa qurollarning imkoniyatlaridan foydalanib qo'yilgan o'quv jangovar vazifani birgalikda bajaradi. O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlarining tayanch bo'g'inlaridan biri Shimoli-g'arbiy harbiy okrug tashkil etilgan kun munosabati bilan yubiley tadbiri o'tkazildi. Tadbir davomida faxriy harbiylar, yurt mudofaasiga ulkan hissa qo'shgan ofitser va serjantlar, yosh avlod vakillari so'zga chiqib, o'z xotiralarini bo'lishdilar. Okrug qo'mondonligi tomonidan namunali xizmat qilgan harbiy xizmatchilar o'z kasbiga fidoyilar faxriy yorliq, esdalik sovg'a va mukofotlar bilan taqdirlandi. Harbiy orkestrning vatanni madh etuvchi kuy-qo'shiqlari bayramga o'zgacha kayfiyat baxsh etdi. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining Namangan viloyati kengashi tasarrufidagi Uchqo'rg'on tuman o'quv sport texnika klubiga qarashli kartodromda karting bo'yicha O'zbekiston ochiq kubogi final bosqichi bo'lib o'tdi. Mazkur nufuzli musobaqada Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston hamda mamlakatimizning Xorazm, Buxoro, Sirdaryo, Namangan, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahridan jami 85 nafar sportchi ishtirok etdi. Keskin va hayajonli kechgan poyga yakunlariga ko'ra Namangan viloyati jamoasi faxrli birinchi o'rinni, Toshkent shahri jamoasi ikkinchi o'rinni, Toshkent viloyati jamoasi esa uchinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Mudofaa vazirligi markaziy apparatida Mudofaa vaziri general-leytenant Shuhrat Xalmuhammedov rahbarligida navbatdagi sayyor qabul bo'lib o'tdi. Qabul jarayonida ko'plab murojaatlar tinglandi, soha mutaxassislari ishtirokida tahlil qilindi. Bir qator masalalar joyida hal etildi. Huquqiy maslahat zarur bo'lgan holatlarda mutaxassislar tomonidan tushuntirishlar berildi. Yechimini talab etuvchi murojaatlar bo'yicha mas'ul xodimlarga aniq vazifalar yuklatildi va muddatlar belgilandi. Shuningdek, ishtirokchilar tibbiy, uy-joy va ijtimoiy masalalar bo'yicha tegishli mutaxassislar bilan bevosita suhbatlashish imkoniyatiga ham ega bo'lishdi. Sharqiy harbiy okrug Farg'ona dala o'quv maydonida Mudofaa vazirligi miqyosidagi Men g'olib shiori ostida o'tkazib kelinayotgan Ilg'or desant guruhi musobaqasining yakuniy bosqichi bo'lib o'tdi. Mazkur musobaqada ishtirokchilar 1 kilometr masofaga parashyut bilan hamda 10 kilometr masofaga marsh yugurishdi. Musobaqa doirasida ishtirokchilar o'q otish, granatomyotdan nishonga zarba berish, to'siqlar yo'lagidan o'tish kabi murakkab shartlarda o'z mahoratini sinovdan o'tkazishdi. Farg'ona garnizonidagi harbiy qismda harbiy texnikalarga mavsumiy xizmat ko'rsatish ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Xususan, jarayonlarda texnikalarning har bir qismi sinchiklab ko'zdan kechirilib, yo'l harakati xavfsizligi tizimlari, tormoz va rul mexanizmlari, yoqilg'i tizimi, dvigatel, sovutish va elektr tarmoqlari to'liq diagnostikadan o'tkazilmoqda. Harbiy ustaxonalarda zarur ehtiyot qismlari almashtirilmoqda. Texnik suyuqliklar yangilanmoqda. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Nuriston qo'rg'oni hamda Muborak garnizonida joylashgan harbiy qismlarda 10 kunlik Jasorat maktabi harbiy vatanparvarlik o'quv yig'iniga start berildi. Ishtirokchilar dastlab Qarshi harbiy gospitalining malakali harbiy shifokorlari tomonidan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ularga harbiy liboslar tarqatildi.
Qatnashchilar ichki tartib, intizom, harbiycha yurish-turish hamda mashg'ulot jadvali bilan tanishtirilib, yigitlarga malakali ofitser va serjantlar biriktirildi. Jasorat maktabi qatnashchilari harbiy qismlarda ma'naviy-ma'rifiy darslar, biznes saboqlari, jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari, psixologik va motivatsion treninglarda ishtirok etadi. Har bir yoshning orzu-istaklari, muammolari o'rganiladi. Ma'lum kasblarga yo'naltiriladi. Nukus garnizonida joylashgan harbiy qismda dillarda vatan madhi, ona tilimda shiori ostida badiiy insholar tanlovi tashkil etildi. Tanlovda ishtirok etgan harbiy xizmatchilar yurakdan to'kilgan, badiiy mahorat bilan boyitilgan insholari orqali ona tilining sha'ni va qadri, uning ijtimoiy ma'naviy hayotimizdagi o'rni haqida chuqur falsafiy fikrlarni ilgari surdilar. Tadbir davomida ifodali o'qilgan she'rlar, vatanga muhabbat bilan yo'g'rilgan badiiy parcha va nutqlar tinglovchilarda katta taassurot qoldirdi. Tanlov yakunida g'oliblikni qo'lga kiritgan ishtirokchilar tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlandi. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida joylashgan geolog sport majmuasida Mudofaa vazirligi qo'shinlari miqyosida dzyudo bo'yicha Mudofaa vaziri kubogi musobaqasi bo'lib o'tdi. Musobaqada harbiy sportchilar bir necha vazn toifalarida o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazdilar. Har bir sportchining jangovar ruh, kuchli iroda, epchilik va professional tayyorgarlik asosidagi chiqishlari tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Kun davomida mahorati, intizomi va professional yondashuvi bilan raqiblarini ortda qoldirib, g'alabaga erishgan sportchilar tashkilotchilar tomonidan diplom, medal, kubok hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan bugungi islohotlar va yangiliklar bilan Mudofaa vazirligi rasmiy veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali batafsil tanishib boring. Muhim xabarlarning barchasi armiya hafta ichida. Bizdan uzoqlashmang. O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan tantanali tadbir o'tkazildi. Задействованы практически все полигоны военных округов. Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism va Bugungi kunda mamlakatimiz tinchlik, osoyishtalik yo'lida